Qabulimda ko'plab ayollarning so'zlarini aytib o'tishim kerak. Har doim ular menga tushadi. Doktor, iltimos, menga kamroq gormonlarni yozing va gormonlarni tekshiruvga ham kamroq yozing. Pulim kamroq. Lekin ahamiyat berib, e'tibor berib qaraganimda, ko'plab ayollarimiz gaplarga, ovqatlanishlarga, oddiy o'tirishlarga, kiyim-kechakka, tillalarga juda ham ko'p pul sarflashadi. Lekin oddiygina check-up, ya'ni o'zligisini har 6 oyda, 3 oyda gormonal tekshiruvlarda pul ketkazishi, pul sarflashni xohlashmaydi. Bu holat juda ham ayanchli. Nimagaki, har bir insonning sog'lig'i topilmas bir baxti va boyligi hisoblanadi. Ertaga sizlarda qarish prosesslari boshlansa, oyoqlaringizda og'riqlar bo'lsa yoki ko'kraklardagi o'zgarishlar yoki matkalarni olib tashlashligi va ayanchli operativ holatlar kuzatilganda, bu narsalarni qaytarib joyiga qo'yib bo'lmaydi va sog'liqni qaytarib bo'lmaydi. Albatta, check-updan o'ting. Har 6 oy, 1 yil, hattoki 1-1,5 yil ichida ayol o'z sog'lig'ini tekshirishi shart. Nimagaki, ekologiya va har xil ta'sirlar, stresslar ayol organizmiga juda ham nojo'ya ta'sir qilyapti. Buni har bir qabulimda ko'rishim, kuzatishim bu men uchun juda ham ayanchli va hozir eng ko'p ko'rayotgan belgilarimdan biri bu ayollarning semizligi. Semizlikdan keyin esa turli kasalliklarning yana ham avjlanishi. Sizlar sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmanglar. Albatta, vrach qabuliga boringlar. Mayli, analizlar topshirishga qurbingizlar yetmasa ham, hatto bu narsani tushuntirish va o'zingizlarning sog'lig'ingizga e'tiborli bo'lish uchun ozgina vaqtingizlarni ayamasligingizni so'rayman.